Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hürmetli körümeler. İstiklal kündülük haberlerini görüşünü kızgın karşılamız. Ben Erşidin İdikut. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibiga alakadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Kanadıktanlar ekranımızı bulsun. Xitoy Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlarini Tibetda ko'paytmoqda. Tadqiqotchilarning eng yangi dokladida Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizish vositasi sifatida qo'llangan jazo lageri aslahalarini Tibet rayonida ko'paytganligi oshkorlandi. Yevropa Rad aql ombirining 27-iyul e'lon qilgan dokladida ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimi Tibetning har qaysi joylarida ta'sis qilgan atalmish alayda tutib turish o'rinlarida yeniyotgan kechilik chiroqlar 2019-yildan tortib ko'rinarli oshgan. Tadqiqotchilarning aytishicha, Tibetdagi bostirish tadbirlarining kengaytilishi rayondagi vaziyatning og'irlashganligidan darak bergan. Rand aql ombirining mazkur doklati Xitoyning Tibetdagi bostirish siyosati haqida yangi yip uchur bilan ta'minlagan. Rad Yevropa tadqiqot o'rni Tibetdagi 79 alayda tutib turish o'rnini tekshirgan bo'lib, sun'iy hamroh bilan bo'shliqdan kuzatish orqali oylik o'tircha o'lcham bo'yicha hisoblab chiqqan va rayonda kechasi yoritilgan binolarning ko'lamining oshganligini bayqagan. Bildirilishicha, ilgari Sharqiy Turkistonda bu xil o'zgarishni bayqash orqali Xitoyning Sharqiy Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarining bargancha ko'payganligi oshkorlangan. Tadqiqotchilar mazkur bayqashlarga asosan Tibetning xuddi Sharqiy Turkistonga o'xshash jazo lagerlari ta'sis qilinib, necha million kishi jazo lageriga uzun muddat qamalishdek ichinishlik vaziyatga qarab yuzlanishi mumkinligini mo'ljallagan. Yaponiyaning yangi aqtashliq kitobida Xitoy eng chong xirist deb ta'kidlandi. Yaponiya hukumati yangi e'lon qilgan mudofaa aqtashliq kitobida Xitoyning xalqaro tarafga eng chong xirist ekanligi ta'kidlandi. Yaponiya hukumati 28-iyul 2023-yillik mudofaa aqtashliq kitobini e'lon qilgan bo'lib, kitobda Yaponiya hukumatining Xitoy bilan Rossiyaning Yaponiya atrofidagi birlashma harakatlarga qattiq diqqat qilayotganligi, Shimoliy Koreyaning Yaponiyaga shakllantirgan tahdidning burunqidan texmi keskinlashganligi ta'kidlangan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida qayd qilinishicha, 510 betlik mazkur aqtashliq kitobda Xitoy, Rossiya va Shimoliy Koreyaning Yaponiyaga nisbatan 2-dunyo urushidan buyangi eng og'ir va murakkab xavfsizlik muhiti shakllantirganligi, bo'libmi Xitoyning boshqa ellarga tutgan maydoni va harbiy harakatlarning Yaponiya va xalqaro jamiyatga eng chong strategik xiris bo'lib qolganligi bildirilgan. Aqtashliq kitobda yana Yaponiyaning bu tahdidlarga qarshi qo'g'dinish qismlarining qurilmasini kuchaytirganligi, 2027-yilgacha bo'lgan 5 yillik muddat ichida 310 milliard dollar mudofaa xarajati ajratganligi qayd qilingan. Aqtashliq kitobda Xitoyning harbiy kuchini davomli oshirganligi, Tayvanga qaratgan harakatlarini kuchaytirayotganligi, agar Xitoy Tayvanga hujum qilib qolsa, Yaponiya hukumatining buni o'ziga xavfsizlik tahdidi deb qaraydiganligi ta'kidlangan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Maoning shu kuni muxbirlarning bu haqdagi savoliga javob berib, Yaponiya hukumatining mazkur aqtashliq kitob orqali Xitoyning ichki ishiga aralashganligi, Xitoyning normal harbiy harakatlarga qora surkiganligi, buningga qattiq norozilik bildirganligi haqida jar soldi. Tashkilotlar birligi hay'ati Yaponiya ziyoratini boshladi. Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligining bir hay'at Yaponiyada Sharqiy Turkiston davosini kun tartibga keltirish uchun bir haftalik ziyoratini boshladi. Mazkur hay'at Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatilla O'g'uzxon, birlikning Yevropa tashqi ishlar mas'uli Nijat Turg'un va birlik bosh kotibi Abdurashid Amin Hojidan tashkillangan bo'lib, ziyorat jarayonida Yaponiyadagi davlat arboblari, parlament a'zolari, akademiklar va boshqa muhim shaxslar bilan uchrashish planlangan. Hay'at 31-iyul ziyoratning tunji kunida Yaponiyaning sobiq iqtisodiy vaziri Seisho Makiro va Yaponiya parlamentidagi Tibet, Mongoliya, Tayvan, Hong Kong ishlariga aloqador organlarning mas'ullari, shundaqla bir qism akademiklar, jurnalistlar bilan jam bo'lib, Yaponiyadagi Sharqiy Turkiston davosining kelajagi haqida suhbatlashgan. Tashkilotlar birligi hay'atining bu qitimliq ziyorati 8-avgustgacha davomlashadigan bo'lib, Xitoy bilan munosabati bargan sari yiriklashayotgan, Xitoyning bexatarlik tahdidiga duch kelayotgan Yaponiyada Sharqiy Turkiston davosini texmi kuchaytirish va kun tartibga keltirish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Iran Xitoydan 45 milliard dollar pulni ololmadi. Xitoy Amerika embargolarini bahona qilib Iranning 45 milliard dollar pulni qaytarmadi.
Türkiye Ovoz Radiosu'nun xabarida bildirilishicha, İran Savdo uyushmasi vakillar kengashi a'zosi Mas'ud Donishmand İran'da nashr qilinadigan E'timod gazetiga bergan bayonotida Amerika yurgizgan embargolar sababli İranning chet ellardan ilishga tegishli pullarni ololmayotganligi haqida to'xtalgan. Mas'ud Donishmand Xitoy Ironga taxminan 45 milliard dollar qarz qaytarishi kerak, ammo taxicha qaytarmadi. Hindiston bilan o'xshash masalamiz bor degan. Mas'ud Donishmand Janubiy Koreyaning Amerika embargolarini bahona qilib 7 milliard dollarlik qarzni to'lashni o'zini qochirib kelayotganligini eskartib, Amerika Iroqning to'lashi kerakligi 8 milliard dollar qarzni oran 2 milliard 700 million dollarni to'lashiga ruxsat qildi. Bu pulmo oldi bilan o'rmonga boradi. U yerda yana Amerikaning ruxsati bilan ba'zi mahsulotlar sifatida Ironga yetkazildi deganlarni qayd qilgan. Mas'ud Donishmand Tehron hukumatining masalani hal qilish uchun prinsipchal qarorlarni chiqarishi kerakligini o'tirg'a qo'yib, İranning masalani hal qilish uchun oldi bilan Amerikaning embargolarini bekor qiladigan negizlik fikrga ehtiyojli. Pul yetkazishga kafolatlik qilish uchun iqtisodiy taraqqiyot va hamkorlik tashkiloti ichidagi pul muomala harakat guruhiga a'zo bo'lishi masalasi va savob almashtirish masalasi hal qilinishi kerak degan. Amerika 2018-yili sobiq prezident Donald Trampning yadro kelishimidan chekinib chiqishdan keyin Ironga qaratgan iqtisodiy embargolarni oshirgan va neft setishni cheklagan edi. Ondan boshqa Amerika hukumati Ironga yurgizgan embargolarga sabab sifatida o'tirg'a qo'ygan yana bir masala pul yuyish va terrorga mablag' silishning oldini olishni o'z ichiga olgan pul muomala harakat guruhining a'zosi bo'lmaganligi ekan. Irondagi dindorlar bo'lsa davlatning sezgur moliya uchurlari dushmanlarga ichitilgan bo'ladi va inqilobchi kuchlarga yordam berishning oldini olindi degan qarash bilan pul muomala harakat guruhiga a'zo bo'lishga qarshi turib kelmoqda. Putin Ukrainaning NATOga so'rab kirilishi Rossiyaga xavf olib keladi dedi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainani Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga tortib kirishga urinishining Rossiyaning bexatarligiga tub tahdid olib kelganligini ta'kidladi. Putin Sankt-Petersburgda o'tkazilgan Rossiya Afrika boshliqlar yig'ini jarayonida Afrika davlatlarining rahbarlari bilan Ukraina masalasi to'g'risida suhbatlashgan bo'lib, u Ukrainadagi masalaning g'arbdagi uzun yillardan beri Rossiyaga qarshi aralashma urush tayyorligi qilayotgan ba'zi kuchlar tomonidan qo'zg'atilganligini ta'kidlagan. Putin Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning suhbat o'tkazishni cheklash farmoni e'lon qilganligini eskartib o'tib, biz o'z navbatida suhbatni qat'iy rad qilib boqmadik. Biz hamisha suhbatni davomlashtirishga tayyor ekanligimizni o'tirg'a qo'yib keldik degan. U yana Ukrainaning Sovet ittifoqi yemirilgan mazgilda mustaqillik xitobnomasi orqali mustaqilligini qo'lga keltirganligini, u xitobnomada Ukrainaning betaraf davlat deb yozilganligini tilga olib, buning Moskva uchun intayin muhimligini, G'arbning Ukrainani nimishqa NATOga so'rab kirmoqchi bo'layotganligini tushungili bo'lmaydiganligini aytgan. U so'zini davomlashtirib, bizning qarashimizcha, bu bexatarligimizga negizlik tahdid olib kelgan omil. Chunki bizga aslida dushman bo'lgan bir harbiy ittifoqning ul aslahalarining chegaralarimizga yiqilib kelishni qabul qilg'ili bo'lmaydi deganlarni qayd qilgan. 2022-yili 2-oyning 24-kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainaga tajovuz qilish buyrug'ini tushirishi bilan Rossiya-Ukraina urushi boshlangan edi. Putin Ukraina hukumatining Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo bo'lishining oldini olish va uni Rossiyaning ta'sir doirasida tutib turish uchun Ukrainani harbiylashtirib, natsistlarni yo'qotishni maqsad qilganligini aytgan edi. Kim Jong-un Xitoy bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirishga va'da berdi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-un Shimoliy Koreya urushini oxirlashtirgan Panmunjom urush to'xtatish kelishimining 70 yilligini tabriklash faoliyatiga qatnashgan Xitoy vakillar umikini kutuvli ziyoratida Xitoy rejimi bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirishga va'da berdi. 1953-yili 27-iyulda imzolangan Shimoliy Koreyaning Panmunjom urush to'xtatish kelishimining 70 yilligini tabriklash faoliyati uchun Xitoy bilan Rossiya Pyongyangga vakillar umiki yo'llagan. Shimoliy Koreya rasmiy xabar agentligining bildirishicha, poytaxt Pyongyangni ziyorat qilgan Xitoy vakillar umiki Panmunjom urush to'xtatish kelishimining 70 yilligini tabriklash faoliyatida Kim Jong-un bilan ko'rishgan. Vakillar umikini kutuvli yig'inda Xitoyning atalmish xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin raisi Li Hongkong riyosatchilik qilgan bo'lib, ikki taraf munosabatini kuchaytirish, xalqaro munosabatda hamkorlashish va sotsialistik qurilmani tezlatish va'dasi qayta ta'kidlangan. Kim Jong-un Xitoy rejimi bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirishga va'da berib, Xitoyning Shimoliy Koreya urushi mazgilida qo'llab-quvvatlaganligiga va Shi Jinpingning tabriklash faoliyatiga vakillar umiki avatganligiga rahmat aytgan. Turkiyaning 9 universiteti oldingi 500 universitet qatoridan o'rin oldi.
Turkiyaning 9 universiteti dunyo bo'yicha eng ilg'or universitetlar rad tartibida oldingi 500 ning ichiga kirdi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, dunyo miqyosidagi 11 rad tartib organi tomonidan 2022-yillik e'lon qilingan dunyodagi eng ilg'or universitetlar tizimiga nazarda tutilgan holda tayyorlangan dokladga asoslanganda, Turkiyadan 9 universitet bulturgi rad tartibda oldingi 500 ning qatoridan o'rin olgan. Bular O'rta Sharq Texnika universiteti, Hacıtepe universiteti, İstanbul Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesi qatorliqlar ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Atigi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.